Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun obzorimizda Tiggo 7 Pro Max. Xo'p, mashinamizning tannarxiga keladigan bo'lsa 364 million 900 ming so'mni tashkil etadi hozirgi kunda. Bu avtomobilimizda naqd kredit yoki bo'lmasam rassrochka leasing orqali xarid qilishingiz mumkin. 4 yilgacha foizsiz muddatli to'lovga. Va hozirgi kunda oyda oxirigacha, ya'ni sentyabr oyining oxirigacha 25 million so'm foyda bilan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz umumiy xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, 1.6 turbina dvigateli bilan jihozlangan bo'ladi. 186 ta o't kuchiga ega. Motor qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana kapotni ochasiz, usti zashitkali bo'ladi, tozagina turadi. Bu tarafda akkumulyatori, bu tarafda motorlari bo'ladi. 4 porshili TGDI motor bilan jihozlangan bo'ladi. O'rtacha rasxod 10 ta 11 dan tashkil etadi shahar ichida. Dalniylarga yuradigan bo'lsangiz 6 ta, o'rtacha 7 ta yurishingizga qarab, bosishingizga qarab. Ekonom, sport, komfort, to'rga to'r, qor rejimi, tuproq rejimlari ham bor mashinada. Umumiy hisobda 6 xil rejimda harakatlanadi. Bundan tashqari avto spust, avto hold, ruchnoy tormozlari ham knopkada bo'ladi. Mashinamizning oldi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, 3D dizaynda jihozlangan bo'ladi. Mana oldi obsovkalarga e'tibor berasiz. Undan tashqari 360 kameralar ham mavjud. Oldi va orqa partronik datchiklargacha bo'ladi mashinamizda. Faralarimiz protivotumankagacha 100% LED hisoblanadi. Ya'ni LED faralardan foydalangan. Mashinamizning garantiyasiga keladigan bo'lsak, 7 yil yoki 200 ming kilometrgacha, ya'ni 2 kurgacha garantiya beriladi. O'zini radnoy ballonlariga keladigan bo'lsak, 60 podyomli bo'ladi, 18 tali sakadiska bilan jihozlangan. Ko'rinishini ham ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'p, bu yoqda sensorli beskluchovoy dostuplari ham bor mashinada. Undan tashqari slipoy zonalariga ham ega. Avtomobilimiz saloniga keladigan bo'lsak, eshikda obshivkalarga e'tibor berasiz. Yumshoq rezindan ishlab chiqarilgan, ya'ni oddiy plastik emas. Sidenkalarimizga keladigan bo'lsak, 100% ekokoja bilan jihozlangan bo'ladi. Tarpetkasigacha yumshoq rezindan qilingan oddiy plastik jism ishlatilmagan. Splashnoy bittali displey ketgan. Rullarimiz tepaga ham chiqib tushadi, oldingizga ham keladi, orqaga ham dalish ketadi. Rulimizga keladigan bo'lsak, multirul hisoblanadi. Kruz kontrolimiz ham bor, adaptiv kruz kontrollar bilan ham jihozlangan bo'ladi. O'ng tarafimizdagi knopkalar keladigan bo'lsak, rulni qizitish chambaragini qizitsangiz bo'ladi. Undan tashqari multirul funksiyalariga ham ega. Sidenkalarimizda 100% ekokoja bilan jihozlangan. Bu yoqda ikkitali pamyat sidenka ham mavjud. Elektropaket bo'ladi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Elektronniy regirovkalari sidenkalarniki 6 xil направленияda borib keladi. Orqasiga keladigan bo'lsak, gabarit bo'yicha ham ancha keng hisoblanadi. Mana ko'rsatamiz. Qarang, hali shuncha joy bor, tepalikka ham joy bo'ladi. Tepada 1,5 metrli panorama lyuk bilan jihozlangan bo'ladi. Orqa o'rindiqlarimizda deflektorlar ham mavjud. Undan tashqari 4 tala sidenya qizitadi va oldi ikkitasi abduf funksiyasiga ham ega, ya'ni ventilyatsiya bo'ladi, yaxlatadi. Avtomobilimizning orqa ko'rinishiga keladigan bo'lsak, splashnoy bittali bo'lib yonadi faralari. O'zini spoilerlariga ham zavodskoy ega. Bitta bosasiz, knopkada ochilib, knopkada yopiladi bagajlarimiz. Bagajning kengligini qarang, juda ham katta. Undan tashqari zapaska ballonlari ham o'zingidan radnoy bo'ladi. Sakadiska qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda domkrat, ключ va hamma kerakli asbob-uskunalar mavjud mashinada. Bitta knopkani bosasiz, o'zi avtomatik yopadi va protivozashimleniya funksiyasiga ham ega. Ya'ni qattiq jismga tegadigan bo'lsa, qaytarib yuboradi. Bu amaliyotlarni albatta pultdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni pultdan nima qilsa bo'ladi? Mashinani zavod qilsangiz bo'ladi. Oynalarini, panorama lyukini pultni o'zidan ochsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqadir mejikar qo'yishingiz shart emas. Mashina zavodskoy hamma narsasi bor. Uning ustiga to'g'riga to'g'ri hisoblanadi. O't kuchi ham juda ham zo'r. Sport rejimida maza qilib yurasiz, misol. Passajir tomondagi, oldi passajir tomondagi komfortlarga keladigan bo'lsak, atmosferniy podsvetkalari bor, mana ko'k rangda yonib turishdi. 64 xil rangda o'zgaradi. Undan tashqari 9 zonli klimat kontrolgacha mashinamizda bor. Ya'ni bir tarafini yaxlatib, bir tarafini isitib qo'ysangiz bo'ladi. E'tibor berasiz, kolonkalari Sony akustika bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni Sony brendidan kolonkalar qo'yilgan. Sony akustikasi bilan jihozlangan bo'ladi. Bu yoqda podstakannikni joylari bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bitta bosasiz, bunday qilib bitta yopib qo'ysangiz ham qarang. Shuni ishlatasiz. Skor suradigan rechiklari ham elektronniy bo'ladi, oldinga va orqaga. Bu rejimlarni o'zgartirish. Mashina 6 xil rejimda umumiy holatda harakatlanadi. 360 kamerasi, mashina nastroykaga kirishlari, ruchnoy tormoz albatta knopkada hisoblanadi. Mashina start stopda, ya'ni bitta knopka bilan
zavod qilib ketaverasiz bemalol. Xo'p, podlokotnikimizni pastida keladigan bo'lsak, joy bor. Yaxshi bemalol ichimliklarni solib qo'yaverasiz. Ventilyatsiya tushirilgan pastga, ya'ni xolodilnik deydi ko'pchilik o'zimiz xalqimiz. Bu yoq tarafimizda besprovодный zaryadkalarimiz ham bor. Telefoningizni qo'yasiz, o'zi zaryad oladi. Ya'ni simsiz quvvatlash rejimiga ham ega. Oldi passajir tomoni komfortlarida ham misol uchun elektropaket bo'ladi, ya'ni elektronniy o'zi regrovka bo'ladi sizinkalarimiz ham. Avtomobilimizda undan tashqari Alisa ham mavjud, ya'ni ovozli boshqaruv bo'ladi. Bemalol Alisa bilan gaplashib, lyuklarni ochsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam derazalarni tushirsangiz bo'ladi. Xullas, xohlagan ishingizni Alisa yordamida ham qilsangiz bo'ladi, ya'ni ovozli boshqaruv. Agarda ushbu avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, bitta like va kommentariy qoldirishni unutmang. Mashinamizning tannarxini yana bir bor aytib o'tamiz. 364 million 900 ming so'm tashkil etadi. Shu oyda oxirigacha 25 million so'm foyda bilan xarid qilishingiz ham mumkin. Umumiy holatda to'lov usullariga keladigan bo'lsak, naqd, avtokredit yoki bo'lmasam lizing rassrochka turlarida xarid qilsangiz bo'ladi ushbu avtomobilni. Bizning manzilimiz Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin Cherry Aday Master Qarshi avtosaloni. Agarda siz boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, pastda nomerlar qoldirilgan. Aloqaga chiqing. Albatta menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi va lokatsiya tashib berishadi. Hammangizni Cherry Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.